Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube ko'ruvchilari. Men sizlarga Penavlog seximizdan video tayyorlayapmiz. Mana 5 kilodan sement qo'shilib qilinyapti, zakazga tayyorlanyapti hozir. Mana ancha qurib qo'yganlari. Burchalarini ko'ringlar, juda ideal holatda mana. Umuman qo'l kirmaydi mana. Umuman qo'l kirmaydi. Qurganda qo'l kirgan bo'lsa pul berilmaydi bizda. Xohlasa mana shu qurib qo'ygani. Mana bu tomonda o'sha mana yarmi o'zi oqarib turibdi. Shunaqacha qurib qoldi. Bag'i hali ho'l. 5 kilodan sement qo'shilyapti. O'shaning uchun bundaqa sal qoraroq chiqadi. Sal ozgina qoraroq chiqadi. Mana o'zi qurib qo'yganlari mana. Mana qurib qo'ygan. Xohlasa mana bu yerda hozir 3000 taga zakaz olingan. O'sha zakazni hozir quyib bo'ldik. Hozir orqasidan 1,5 mingta bittasi so'ragandi. Shunga tayyorlayapmiz, xudo xolasa. Mana shular qurib qo'ygan, mana o'zi oppoqqina bo'lib turibdi. Burchaklari umuman nihoyatda ideal holatda. Bemalol ko'rib pul sanashlaring mumkin. Qancha zakaz bo'lsa olamiz, xudo xolasa. Mana shu yangi joyimiz. Vatnisi, Farg'ona viloyati, Yozyovon tumanida Xonobod qishlog'ida joylashgan. Xohlasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda zakaz olib, xudo xolasa tayyorlab qilib beramiz.